Men aytib yurib dorixonachilarga, bu 28 graduslik termolabin dori xolodilnikda tursin desam, quloq solmagan. Tasavvur qilinglar, mana o'zlaring aytinglar, mana qo'li bir haftada nechta pachka ketadi? 5 pachka ketdi-da. 5 pachka. 5 ta pachka ichida 5 tadan ampula bor, 25 ta ampula. Endi bir haftada bitta apteka 5 ta ishlatsa, ko'paytiramiz 4 ga. Bitta apteka 20 ta sotsa, bizni O'zbekiston bo'yicha 17 mingta apteka bor. 17 mingta apteka 20 tadan sotsa, bir oyda 340 mingta pachka. Endi xo'p, mayli bularda 80% polkada 20% xolodilnikda saqlagan shu pachka desak, endi buni 0.8 ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, 80% ga nima bo'ladi bunda? Где-то примерно 250 mingta bo'ladi. 250 mingta ampula noto'g'ri saqlangan. Shuning uchun GPP kerak. Ko'pchilik aytadi, bu GPP davlat ateklab chiqardi, kerak vaqtida byudjetga pul tushiryapti. Lekin yo'q, agar sizlar shuni to'g'ri ishlaganlaringda, bu davlat nima qilmasdi.